Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, nima ish bor? Aka, Nima ish bor? Nima ish bor? Men nima ish bor aka? Hammasi qilamiz. Nima ish bo'lsa ham qilaman aka, nima ish bor? Nimani qilasan? Nimani qila olgansan? Aka, Akajon nima ish qilish kerak ayting. Daraxtlarning tagini chopish kerak. Shunga birikish kerak. Bo'ldi, men o'zim qilaman akajon. O'tersan ayting. Berishsa deyapti. Ajaba qila olmaydi. Men minaman aka o'zi. Ya bismillah. Malades, qo'llaring dard ko'rmasin. Qo'llaring och qolmadimi? Yasha. So'ta qiz, nima o'tiribsan? Turish qil. Aka, qaysi daraxt tagidan qilay? Uni keyin qilasan. Ana eshikni ko'ryapsan, o'shani ko'tar, bor. Maylimi? Tur, bekor o'tirma. Qo'y. Qoch. Dadasi bola yig'layapti. Men ovqat qilyapman. Kimdir qarasin? So'ta qizni qaraydi. So'ta qizi. Aka. Tur bolaga qara. Men nimaga qarayman? Bor bolaga qara. Sutbam, nima tushunma. Qo'y bolam o'shani ko'tarma. Qo'y uni beling og'riydi o'g'lim. Qo'y. Boringlar sizlarning qo'llaring och qolgan. Boringlar ovqat yeb olinglar. So'ta qiz yo'qki. Ko'tarma uni. Ammo ovqat yemaymanmi? Keyin buni ko'tar oldi. Boringlar ovqat yeb. Men ularni o'tirishini qara. Jonga tegdi. Nimaga xo'jayin faqat meni ishlatyapti, senlarga indamayapti? Meni nima aybim bor? Ishla.uz degan platforma bor. Nima qilishim kerak? Siz aybingiz Ishla.uz orqali kelmaganingizda. Yozing Instagramga, Telegramdan ham chiqadi. Ham ish top berishadi, ham ish beruvchi bilan aloqa ham o'rnatib qo'yishadi. Kunlik ish xohlaysizmi, oylikmi, shu kanalda kuzatsangiz bo'ldi. Hammasini ko'rib turasiz. Kuniga 50 tadan 100 tagacha ish chiqyapti. Maza qilib ishlaysiz aka. Pulini vaqtida beradimi? Aka, tekshirilgan yaxshi ishlarni tashib berishadi. Yo'q. Tadbirkorlar uchun ham zo'r kanal bu aka. Ish kerak bo'lsa shu kanalga e'lon beradi bo'ldi. Nomi nima edi bu kanalni? Ishla.uz. Ishla.uz. Mana deysiz. So'ta qo'zi, buyoqqa chaqaloqqa nima berding? Bariqali. Ishla.uz deding,